Sen joydami, nima qilganing bu? Abdulhay Zafardan pul berib oldim yana 2000. Qara tekshirib sanab olgan. Yana urib qolmasan, o'tgan safardagi 10000 berganda 8000 oldim deb o'ylang. Sanab olgan. Shu pullarni deb menga xiyonat qildingmi? Insofing yo'q ekan. Bilasam, hamma menga yolg'on gapiradi. Hatto ishongan do'stim ham ortimdan pichoq urdi. Ishlarim ham o'ldi-jo'ldi bo'lib ketdi. Qisqasi, sindim og'ayni. Men qara Abdulhay. Hech bir maxfiy yaxshilik qilib ko'rganmisan? Hozir odamlarga yaxshilik qiladigan zamon ekan. Aytib turman-ku senga, yaxshilik nima qaytganini. Yo, men hech kimga bildirmasdan qilingan yaxshilik nazarda tutyapman. Shunaqa sen bo'lar ekan. Qara. Men o'zim hayotimda foydasini ko'rgan tajribani senga o'rgataman. Bir maxfiy yaxshilik qilgin. Bir o'zing bilgin-u, bir Xudo bilsin. Boshqa hech kimga aytma. Shunda foydasini ko'rasan. Sinab ko'rishim kerak ekan. Buni sinab ko'rilmaydi. Astoydil, ishonch bilan, ixlos bilan bajariladi. Shunda natija ko'rasan. Tushundingmi? Mana bu senga. Ha. Bugun forum tugadi. Ertaga qaytaman. Ha, ertaga ko'rishamiz. Thank you. Bo'pti. Iye. Abdulhay, to'g'risi safarda yurganda seni ko'rib rosa xursand bo'ldim. Ko'rinishingdan o'zingni ancha tiklab olganga o'xshaysan. Bularning hammasi sen aytgan maslahatning natijasida. Qaysi maslahat? Maxfiy yaxshilikda. Ha. Xullas, o'shandan keyin Yaxshi. ishlarimda xalaq beradigan barchadan voz kechdim. Iloj qadar ishda to'g'rilikni yo'lga qo'yishga harakat qildim. Ha. Aytgancha, Fursat Mobile degan do'kon ochganmiz. Qani? Fursat Mobile. Zo'r. Odamlarga manfaat bo'lsin deb boshlavordik. Yaxshi bo'pti. Barakasini bersin. Abdulhay, agar imkoning bo'lsa, menga ham bir yaxshilik qilsang. Tinchlikmi? Ishlaring orqaga ketib qolmadimi? Ha, yo. Mana shu forum ishini deb rosa qornim ochqagan. Shunga kechki ovqatga sherik bo'lsang deyotgan edim. Shunaqa demaysanmi? Unda men mehmon qilaman. Yo. Hozir yaxshilik qilishga ko'proq men muhtojman. Unda sen aytgan maxfiylikka to'g'ri kelmay qoladi-yu. Qara, ba'zida oshkora, ba'zida maxfiy yaxshilik qilish kerak. Mana bu yerda yaxshi restoran bor.